Bundan 58 yil avval 1968-yilda Vyetnamda AQShlik harbiylar qishloqlardan birida qatliam o'tkazishadi. Harbiylar boshlig'i partizanlarning hujumiga javoban qishloqdagi barchani o'ldirishga buyruq beradi. Oqibatda amerikaliklar 1 yoshdan 82 yoshgacha bo'lgan 500 dan ortiq kishini o'ldirishadi. Keyinchalik faqat tinch aholini o'ldirishga buyruq bergan leytenantning o'zi qamaladi xolos. Ikkinchi jahon urushidan so'ng sodir bo'lgan urushlar orasida Vyetnam urushi alohida ajralib turadi. Bu urushda Koreya yarim orolida bo'lgani kabi bitta millat ikkiga ajralib o'zaro urush olib boradi. Shimoliy Vyetnam SSSR yordamida mamlakatda kommunistik tuzum o'rnatadi va janubda AQSh yordamida tuzilgan Vyetnam Respublikasiga bostirib kiradi. Oqibatda urushga AQSh hamda SSSR ham qo'shiladi va u 10 yil davom etadi. Oxir-oqibat bu urush AQShning sharmandali mag'lubiyati va shimolliklar tomonidan janubning bosib olinishi bilan tugaydi. 1959-yilda shimolliklar mamlakat janubini kuch bilan bosib olish uchun harakat boshlaydi. Ularga janubdagi kommunistlarga xayrixoh partizanlar ham yordam berishadi. Shu tariqa urush boshlanadi. Vyetnam urushi davom etar ekan, janub aholisining bir qismi amerikaliklarga qarshi chiqadi va ularga qarshi partizanlik urushlarini olib boradi. Amerikalik harbiylar ana shu partizanlar tufayli juda talafotlar ko'rishadi. 1967-yilda amerikalik harbiylari partizanlardan o'ch olish maqsadida Janubiy Vyetnamdagi Quang Ngai viloyatida bir qancha dambalarni buzib tashlashadi. Sholi yetishtiradigan dehqonlar suvsiz qolishadi. Oqibatda 140 ming odam o'z uyini tashlab ketishga majbur bo'ladi va partizanlar soni yana oshadi. 1968-yilda urush eng avjiga chiqqan paytda amerikalik harbiylarning Barker guruhi qo'mondonlari Quang Ngai viloyatida joylashgan Song Mi qishlog'ida partizanlarning shtabi joylashgani haqida xabar oladi. Shundan so'ng Song Miga hujum qilish operatsiyasi ishlab chiqiladi. Rejaga binoan qishloqni shimoldan piyoda rotasi qurshab oladi. Janub tomoniga vertolyotlar yordamida piyodalar tashlanadi. 1968-mart kuni tongda operatsiya boshlanadi. Avvaliga qishloq artilleriya yordamida o'qqa tutiladi. So'ng reja bo'yicha piyodalar qishloqqa kirib boradi. Qishloqda bo'lgan partizanlar amerikaliklarning vertolyotlari yaqinlasha boshlaganda u yerdan chiqib ketgan. Song Mida faqat bolalar, ayollar va qariyalar qolgandi. Shu sababli amerikalik harbiylarga qarshilik bo'lmaydi. Amerikaliklar avvaliga qishloq tashqarisidagi sholi poyada ishlab turgan odamlarni otib tashlashadi. So'ng qishloq ichida bo'lgan odamlarga qarata o'q uza boshlashadi. Qishloq odamlari amerikaliklardan bunchalik yovozlikni kutmasgandi. Shu sababli ular avvaliga xotirjam bo'lishadi. Biroq amerikaliklar yo'lida duch kelganini o'ldira boshlagach, odamlarning bir qismi qocha boshlaydi, boshqalari esa uylariga yashirinishadi. Amerikaliklar Song Miga kirib borar ekan, askarlar granatalar irg'itadi, uylarni yoqib yuborishadi, atrofga tartibsiz ravishda o'q uzadi. Harbiylarning bir qismi qishloqdan qochmoqchi bo'lganlarni o'ldiradi. Boshqalari esa qochayotgan odamlarga yordam ham berishadi. Jumladan vertolyotlardan birining uchuvchisi Hugh Thompson tepadan chuqurga yashirinib turgan odamlarni ko'radi. So'ng o'zi jamoasi bilan odamlarni vertolyotga o'tkazib, xavfsiz joyga olib chiqadi. O'sha kuni amerikaliklar 500 dan ortiq odamni o'ldirishadi. Ulardan 173 nafari bolalar, 182 nafari ayollar, 89 nafari 60 ga kirmagan erkaklar edi. Amerikaliklar qishloq ahlini qatliam qilgachdan, harbiylar qo'mondonlikka qishloqlardan birida dushman partizanlar yo'q qilingani haqida hisobot berishadi. Biroq juda shafqatsizlik bilan amalga oshirilgan qatliam haqida gaplar tarqaladi. Hodisadan 1 yil o'tib, 1969-mart oyida Vyetnamga urushga qatnashgan harbiylardan Ronald Reagan prezident Nixon va Pentagon rahbarlariga Song Midagi qatliam haqida yozib yuboradi. Biroq Ronaldning maktubi ancha payt e'tibordan chetda qolib ketadi. Kunlarning birida Marissa Adella ism sharafli kongressmen maktubni o'qib qoladi va darhol hodisa yuzasidan surishtiruv o'tkazish masalasini ko'taradi. Surishtiruvlarda qatliam tasdiqlanadi va harbiylarga Vyetnamlik tinch aholini qirib tashlashga ruxsat bergan William Kellyga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atiladi.
1969-mart 12-kuni mustaqil jurnalist Seymur Hersh amerikalik harbiylar Vyetnamdagi qishloqda qatliam qilgani va leytenant William Kelliga jinoyat ishi qo'zg'atilganini yozib chiqadi. Shundan so'ng AQShdagi barcha ommaviy axborot vositalari qatliam haqida yoza boshlaydi va hodisadan butun dunyo xabar topadi. Ko'p o'tmasdan Vyetnamdagi urushda harbiy muxabir sifatida qatnashgan Ronald Heberli So'ngmidagi qatliam paytida suratga olgan tasvirlar matbuotda e'lon qilinadi. Suratlarda amerikalik harbiylarning o'qidan halok bo'lgan vyetnamlik ayollar, bolalar va qariyalar tasvirlangandi. Vyetnamdagi qatliam bo'yicha surishtiruvni 4-piyoda diviziyasi sobiq qo'mondoni general-leytenant William Pierce boshchiligidagi komissiya o'tkazadi. Pierce 4 oyda 40 nafardan ortiq harbiyni so'rg'ovga oladi. So'rg'ov davomida amerikalik harbiylarning Vyetnamda muttasil ravishda tinch aholini qirib tashlashi, ayollarni zo'rlashi kabi ishlar oshkor bo'ladi. Avvaliga So'ngmi ishi bo'yicha 80 nafar harbiy so'rg'ovga olinadi va ularga 25 nafariga ayblov e'lon qilinadi. Tergov tugagandan so'ng 6 nafar harbiy tribunalga topshiriladi. Ular orasida So'ngmida tinch aholini qirishga buyruq bergan leytenant Kelli ham bor edi. Tribunalda Kelli o'z ayblarini tan olmaydi va kapitan Ernest Medinaning topshirig'ini bajarganini ma'lum qiladi. Kelli va uning sheriklari oqlanadi. Biroq kapitan Medina So'ngmiga kelganida qatliam ustidan chiqqanini va darhol o'q otishni to'xtatish haqida buyruq berganini, biroq undan avval harbiylar ko'pchilikni o'ldirib bo'lganini ma'lum qiladi. Shundan so'ng kapitandan ayblov olib tashlanadi va leytenant Kelli qamoqqa olinadi. Sud leytenantni So'ngmidagi qatliamda aybdor deb topadi va umrbod qamoq jazosiga hukm qiladi. Biroq ko'p o'tmasdan Kelli avvaliga uy qamog'iga o'tkaziladi. Keyin qamoq muddati bir necha marta qisqartiriladi. Oxir-oqibat leytenant Kelli 1974-yilda afv etiladi va uy qamog'idan ham ozod qilinadi. 1960-yillar oxiriga kelib, Vyetnam urushiga sarflanayotgan hisobsiz mablag'lar Amerika iqtisodiyoti uchun katta zarar keltirib boshlaydi. 1968-noyabr kuni o'tkazilgan prezidentlik saylovlarida urushni sulh bilan tezroq tugatish rejasini ilgari surgan Richard Nixon g'alaba qozonadi. Shundan so'ng Shimoliy Vyetnamga sulh haqida taklif yuboriladi. 1969-iyulda amerikalik harbiylarni Vyetnamdan bosqichma-bosqich chiqarish ishlari boshlanadi. Biroq urush to'xtamaydi va amerikalik harbiylar jang qilishda davom etadi. 1975-yil mart oyida shimonliklar Janubiy Vyetnam poytaxti Saygon shahrini qo'lga kiritadi. Shu tariqa urush Janubiy Vyetnam armiyasi va AQShning mag'lubiyati bilan tugaydi va amerikalik harbiylar Vyetnamdan to'liq chiqib ketadi.